Allohim bergan polvonim, arslonim bugun toy bola bo'ldi, musulmon bo'ldi. Lekin shunaqa injiq bo'lib, yig'loqi bo'lib, rosa yig'layapti. Yig'lab qotib uxlab qolyapti. 2 kun bo'ldi, mana 2 kundan keyin sal o'ziga kelib o'ynab qoldi. Shunda ham ko'tar deydi, yotmayman deydi, injiqlanadi. 2025-yil farzand kutayotganlarga mana shunday toy bola nasib qilsin ilohim. Biz ko'chaga olib chiqdik, hovlilarni aylantirdim, endi qo'yxona tomon ketyapman. Qo'ylarni ko'radi, har kuni qo'ylarni ko'rsatib ovutaman, yig'latmaslik uchun. Qo'ylar ham bunga keldingmi deyapti. Har kuni qo'ylarni ko'rishib ketadi meni o'g'lim. Shular bilan ovunadi, ovuntirib, aylantirib yuraman, hovlilarni, огородlarni ko'rsataman. Bizlarni katta ochib qarayapti qo'ylarga. Joni og'rigani ham esdan chiqib ketadi. Огородlarni ko'rsataman, kartoshka, makka, toza havoda aylanishni yaxshi ko'radi. Faqat ko'tarib shu hovlida aylantirib yursak.